Jang san'ati sportchidan nafaqat kuch va mahorat, balki matonat, intizom hamda muntazam mehnatni ham talab etadi. Yurtimizda jiu-jitsu sport turini rivojlantirish va iqtidorli sportchilarni tarbiyalashga munosib hissa qo'shib kelayotgan Kaizen jiu-jitsu zalida navbatdagi muhim musobaqalarga tayyorgarlik qizg'in davom etmoqda. Ayni paytda sportchilar noyabr oyida o'tkaziladigan Jahon chempionatida O'zbekiston sharafini munosib himoya qilish maqsadida mashg'ulotlarni kuchaytirgan. Tafsilotlar muxbirimiz Shahboz Abduqodirov lavhasidan o'rin olgan. 8 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan Kaizen jiu-jitsu zali bugungi kunda mamlakatimizdagi yetakchi markazlardan biri sifatida mavqega ega. Mazkur sport maskani faoliyati davomida ko'plab iste'dodli sportchilarni tarbiyalab, xalqaro va respublika miqyosidagi musobaqalarda munosib natijalarga erishib kelmoqda. Murabbiy Sirojbek Rustamov boshchiligida olib borilayotgan mashg'ulotlarda sportchilarning jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda texnik va taktik mahoratni oshirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunga qadar 15 ga yaqin jahon, Osiyo hamda O'zbekiston chempionlari yetishib chiqqani ushbu maskanning yuqori salohiyatga ega ekanini yaqqol namoyon etmoqda. Turli yosh toifalaridagi sportchilar muntazam ravishda xalqaro turnirlarda ishtirok etib, mamlakatimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishda o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Joriy yilda Abu Dhabi mezbonligida o'tkazilgan jahon chempionatida ham Azizbek Rahmatullayev, Abdulla Abdullayev hamda Damir Ahmadulin kabi istiqbolli sportchilar munosib ishtirok etib, chempionatning bronza medalini qo'lga kiritishdi. Jiu-jitsu bilan 4 yildan beri shug'ullanaman. Har kuni qoldirmasdan 3 mahalla qilaman. Jahon chempionati bar qiyin bo'ladi, o'tdi. Dunyoning eng kuchli komandalar keladi. Shuning uchun biz hozir qattiq tayyorgarlikda qolamiz, har kuni 3 mahalla qilib. Respublikada 3 yildan beri chempion bo'lib kelganman. Osiyo chempionatida 2-o'rin olganman. Kelajakda mana shu jiu-jitsu sport turi bo'yicha jahon arenalarida yurtimizning bayrog'ini balandlarga ko'tarishga va'da beraman. Ayni kunlarda esa sportchilar noyabr oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan navbatdagi jahon chempionatiga puxta tayyorgarlik ko'rmoqda. Mashg'ulotlar davomida murabbiylar tomonidan texnik usullarni takomillashtirish, jang davomida to'g'ri qaror qabul qilish hamda chidamlilikni oshirishga alohida urg'u berilmoqda. Sportchilar oldiga qo'yilgan asosiy maqsad bo'lajak jahon chempionatida munosib ishtirok etib, sovrinli o'rinlar uchun kurashish va xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarni yanada boyitishdan iborat.